Tepakallikni davosi bormi? Tepakallik biz bilamizki, tepa sohasidagi sochlarni to'kilib, juda ko'pchilikda ko'ramiz, qo'ni-qo'shni, qarindosh, hammada bor bu holat. Bu albatta davosi bormi yoki yo'qmi, shu haqida ma'lumot berib o'taman. Chunki juda ham ko'p insonlar Instagram, YouTube'dan ko'rib, o'sha tabiiy narsalar boshga surishadi, yoki bo'lmasa nimadir ichishadi, yoki bo'lmasa shampunlarni juda ham ko'p olishadi. O'ta ko'p olishadiki, oxiri baribir tepakal bo'lib qolishadi. O'zi tepakallik qanday kelib chiqadi? O'zi unga qanaqadir davo bormi? Ekilgan insonlarda qanaqa holat bo'ladi? Yoki kelajakda qanaqadir hozir dorilar o'ylab topilmoqda, ular qanchalik odamga ta'sir qiladi? Shular haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Men Qobilov Jaloliddin 8 yildan beri trixologiya sohasida ishlab kelaman va 5000 dan ortiq insonga soch ko'chirib o'tkazganman. Bugun tepakallik qanday kelib chiqadi va qanday paydo bo'ladi, shu haqida ma'lumot berib o'taman. Albatta doskada chizib yaxshiroq ko'rsatib beraman, chunki oldingi videolarda ham albatta ko'rsatib o'tganman, lekin yanada insonlarga tushunarli bo'lishi uchun tushunarliroq berib o'taman. O'zi asl holatda sochlarimiz mana bunday holatda bo'ladi. Endi juda zo'r chiza olmayman. Tagida qon tomir doimo soch ildizini qon tomir bilan, o'sha oziqa bilan ta'minlab turadi. Qon orqali oziqa, kislorod keladi va soch ildizchalarida hujayralar bo'linib ko'payishi hisobiga bitta ildizdan boringki bittadan 4-5 tagacha mana shunday sochlar tuklari o'sib chiqadi tepaga. Androgen alopetsiyada, ya'ni tepakallikda nima bo'ladi? Yillar o'tgan sayin mana shu sochlarni ildizi bitta-bitta kamayib, tuklari mana shunday ildiz ham kichkina holatga kelib qoladi. Tagidagi qon tomir bo'lsa, shunchalik pastda qolib ketadiki, deyarli bunga oziqa ham yetkaza olmay qoladi. Shuning uchun bu tuklar kichkina bo'lib, xuddiki badandagi tuk kabi kichrayib qoladi va bu tuklarni davolagan payti nisbatan ozgina o'sishi mumkin, lekin yana to'kilib ketaveradi. Albatta bu holat o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. Ma'lum bir yoshdan keyin, masalan 15-16 yoshda testosteron ishlab chiqarilishni boshlaydi va shu vaqtdan boshlab o'sha odamlarda tepakallik, ya'ni androgen alopetsiya paydo bo'la boshlaydi. Androgen alopetsiya o'zi ikki xil kelib chiqadi. Aytaylik, androgen alopetsiya yaxshi sifatli va yomon sifatli bo'ladi. Nisbatan shunaqa bo'lib olsak bo'ladi. Nima uchun yaxshi va yomon bo'ladi? Yomon sifatligini tushuntirib o'taman. Yomon sifatligi xohlagan yoshda paydo bo'lishi mumkin. Qanaqadir jinsiy gormonlarni kerakdan ortiqcha ishlab chiqarilishi, qanaqadir kasalliklar hisobiga, aytaylik buyrak usti bezida qanaqadir o'smalar hisobiga yoki bo'lmasa jinsiy bezlar faoliyatidagi nisbatan gormonlarni oshiqcha ishlab chiqarilishi, ayollarda o'sha polikistoz deyiladi, o'sha natijasida o'sha testosteronni miqdori oshib ketishi hisobiga albatta yuzaga kelib chiqadi. Yaxshi sifatlisi bo'lsa, albatta biz doimiy ko'rgan, asta-sekin yillar davomida o'sha kallik bo'lishi, ya'ni ichki organda hech qanaqa o'zgarish yo'q, hech kim hech qanaqa o'zgarish topa olmaydi. Aytaylik, juda ko'p insonlar kelishadi, million xil analiz topshirishadi, mana shuncha qog'oz bilan sababini topib bering deb. Yo'q, bu narsani sababini hech kim topa olmaydi, chunki bu narsaning sababi albatta gen. Genetika, ya'ni otasida yoki amaki tog'asida kimdadir tepakallik bo'lsa, shu insonda kelib chiqishi mumkin. Aytaylik, ota-onasida yoki qarindoshlarda hech kimda bo'lmasligi ham mumkin. O'sha insonning o'zida kelib chiqishi ham mumkin. Bu albatta normal holat. Albatta kimdadir o'sha tepakal bo'lishi shart emas. O'sha insonning hayot faoliyati, uyqusi, stress hamma narsaga bog'liq. Yoki bo'lmasa 7 avlod deyiladi. 7 avlodda kimdadir shu narsa agar bo'lgan bo'lsa, albatta bu inson shajarasini bilmasa, shunday holat bu insonga o'tgan bo'lsa kelib chiqishi ham mumkin. Yana bir holat borki, albatta bu gen bo'lishi mumkin, to'g'ri. Lekin genni aytaylik vaqtdan oldin uyg'otib beradigan omillar bor. Bular albatta trigger omillar deyiladi. Ya'ni kasallikni ta'sir qilib erta uyg'otib beradigan omillar bo'ladi. Albatta bular bo'lishi mumkin stress. Birinchi o'rinda eng kattasi bu stress. Ikkinchisi uyqu me'yori. Uchinchisi muhit deymiz nisbatan. Albatta bu ham nisbatan stressga kirib ketadi. Muhit deganda ko'pchilik Rossiyaga boradi yoki Koreyaga yoki armiyaga boradi. O'sha paytda o'sha insonda mana shunday tepakallik boshlanib qoladi.
Sababiki inson boshqa muhitga tushganda inson hujayralari ma'lum bir stress oladiki, shuni hisobiga o'sha genetikada bo'lgan qanaqadir kasallik uyg'onib qoladi. Albatta, ko'pchilik insonlar o'sha 20 yosh, 25 yoshdan ishlashni boshlaydi va boshqa yurtga boradi, boshqa muhitga tushadi va shu vaqtdan boshlab soch to'kilish boshlanadi ularda. Endi bundan tashqari juda ko'pchilik tekshirayotgan misol vitaminlar bor. Vitaminlar o'sha biotin, sink, yana temir, juda ko'p vitamin turlari bor. Albatta bu vitaminlar aytaylik 100% dan bo'lsa 1-2% rol o'ynaydi. Lekin hech qaysi bir vitamin, aytaylik vitamin D yoki bularni hech qaysi birini o'rnini to'ldirsangiz ham o'sha tepakalik o'z holiga kelib qolmaydi. Endi ko'p odam qilib turgan xatosini aytib o'tib ketaman birato'la. O'sha eng ko'p odam shu biotin, sink yoki kalsiy umuman kerak emas. Mana shunday vitaminlarga doimiy analiz topshirib yurishadiki, umuman noto'g'ri ish qilishadi. Ya'ni pullari xuddi havoga sarflangandek bo'ladi. Keyingisi bular qalqonsimon bez gormonlari. TTG, deyiladi, eng ko'pi mana shularga tekshirib kelishadi. Ko'pchilik shu endokrinologiyaga borishadi va gormonlar tekshiruvdan o'tishadi. Aynan shu gormonlar deyarli 90% inson mana shu gormonlardan o'tishadi. Albatta bu gormonlar insonning holatiga qarab, ya'ni shu gormonlar o'zgarsa, o'ziga xos belgilari bor. Ya'ni shu belgilar insonda bormi, yo'qmi? O'zi inson keladi, konsultatsiya jarayonida o'sha insonda qanaqadir belgi ketyaptimi, yo'qmi? Shunga qarab turib olish mumkin. Yoki bo'lmasa jinsiy gormonlarda qanaqadir o'zgarish sezgan bo'lsa, albatta bu gormonlar bilan qanaqadir miqdori o'zgarish bormi, yo'qmi? O'sha maqsadda tekshirish mumkin. Lekin birdaniga albatta bu gormonlarga tekshirib ham aniq sababini topib bo'lmaydi. Faqatgina bular summasi katta bo'ladi. Analizni gormonlar tekshirish qimmatroq summa, qimmatroq o'sha cho'ntakka ziyon xolos. Albatta bular nisbatan o'sha vrach ko'rigiga borgandan keyin kerak bo'lsa tekshiriladigan holatlar hisoblanadi. Asosiy narsa sizlar uy sharoitida e'tibor beradigan narsa stress, uyqu va muhit. Endi muhitni nisbatan o'zgartirish qiyin, sababi albatta tirikchilik uchun ko'pchilik Rossiya va boshqa joyga borganda albatta uni borma deb bo'lmaydi. Aytaylik, tepakallik unda aytaylik shuncha narsaga bog'liq emas ekan, faqat genga bog'liq ekan, unda qanday kelib chiqadi deyiladi. Qanday kelib chiqadi? Ya'ni genimiz testosteronga ta'sir qiladi. Testosteron odatda 15-16 yosh. Endi qizlarda vaqtliroq, o'rtacha 12 yoshdan ishlab chiqarishni boshlaydi va shu yoshdan boshlab o'sha qonimizda testosteron aylanib yuribdimi, undan keyingi gormon, ya'ni testosteronda o'zi emas, dehidrotestosteron qisqartmasini yozdim. Dehidrotestosteronga aylanadi va u soch follikulalariga ta'sir qilishni boshlaydi. Va shuni hisobiga soch ildizida normal holatda hujayralar kuniga aytaylik 10 ta bo'linib ko'payishi kerak. Lekin mana bu dehidrotestosteron bunga ta'sir qilgandan keyin 10 ta emas, 2 ta ko'payadi xolos. Shuni hisobiga sochlar deyarli to'liq o'sa olmaydi. Aytaylik uyga 10 ta g'isht qo'yish kerak ko'tarish uchun, ikkitagina g'isht qo'yilsa qanaqa bo'ladi, 10 ta g'isht qo'yilsa qanaqa bo'ladi. Aynan shunga o'xshatish mumkin. Mana shunday holatda dehidrotestosteron ta'sir qilgandan keyin sochlar albatta kichrayishni boshlaydi, qon tomirlar esa torayib qoladi. Shuni hisobiga kislorod va ozuqa yaxshi kelmaydi. Bu qon tomir toraygan holatda siz ichkaridan qancha dori ichmang, qancha dori-darmon qabul qilmang, uni foydasi yo'q. Aynan shu joyga kelib, bu joyni sochni yaxshi o'ziga keltirib qo'ymaydi. Aynan bu yerda dehidrotestosteron faqatgina soch o'sishini to'xtatib qo'ymaydi. Bundan tashqari bu yerda yog' bezlari bo'ladi. Yog' bezi bilamizki, ko'pchilik sochim yog'lanib ketadi, birga to'kiladi deyshadi. Albatta bu ham bejizga emas. Mana bu joyda yog' bezlari bo'ladi. Yog' beziga ham ta'sir qiladida, yog' bezlarining faoliyatini oshirib yuboradi. Shuni hisobiga yog' teriga ko'p ajraladi va yog'lar terimiz yuzasida to'planib qayzoqlar yuzaga keltiradi.
aytaylik bugun yuvdi, ertaga yog'lanib qolaveradi yoki bo'lmasa ertasiga qayzoqlar bosib ketaveradi. Albatta bu ham androgen alopetsiya bilan birga keladigan holat hisoblanadi yoki ko'pchilikda bo'ladi, yuziga ugri toshirib yuboradi. O'sha yog' bezlarining faoliyatini oshirgani hisobiga ugri toshirib yuboradi yoki boshida o'sha follikulit deyiladi. Boshda ham ugrilar toshirib yuborishi mumkin. Aynan 15-16 yoshdan keyin boshlanishi shu holatga bog'liq hisoblanadi. Xo'p, tepakalik uchun qanday yechim bor hozirgi kunda? Albatta, Amerika tomonidan tasdiqlangan dorilar bular erkaklar uchun finasterid, dutasterid va mahalliy minoxidil hisoblanadi. Ayollar uchun faqatgina mahalliy ishlatiladigan minoxidil tasdiqlangan. Bu dorilar nima qiladi? Aytaylik finasterid va dutasterid. Bu dorilar o'sha degidrotestosteron deb o'tdim. Degidrotestosteronni mana bu soch follikulasiga ta'sirini uzib qo'yadi. Ya'ni mana bu holat degidrotestosteron bo'lmagandan keyin albatta soch follikulasiga nojo'ya ta'siri bo'lmaydi va soch hech qachon shu kichkanalashmaydi. Bu ham albatta 100% emas, o'rtacha 90% gacha effekt berishi mumkin. Finasterid va dutasteridlarda ham albatta berish o'ziga xos analizlari bor. Albatta konsultatsiya jarayonida berish kerak yoki yo'q tanlanadi. Ikkinchisi minoxidil. Minoxidilni bilamizki 5% ayollar, erkaklarga, 2% ayollarga beriladi. Juda ko'pchilik aytishadiki, minoxidil gormon ekan, gormonlarni buzib yuboradi deyshadi. Yo'q. Minoxidil gormon emas, faqatgina qon aylanishini yaxshilaydigan dori hisoblanadi. Albatta kimgadir 5%, kimgadir 2% beriladiki, misol ko'proq ayollarga 5% beraman. 5% ham albatta ishlatsa bo'ladi. Ko'p davlatlarda ayollarga 5% tasdiqlangan. 5%ning yaxshi tomoni 2%ligini har kuni 2 mahaldan surilsa, 5%ligini bir mahal surilsa yetadi. Albatta har bitta inson kuniga 2 mahaldan minoxidil sura olmaydi. Yog'li bo'lgani uchun sochni yog'lantirib yuborishi mumkin. Shuning uchun bir mahal kechasi surilsa ham bo'ladi. Bu minoxidil nima qiladi? Minoxidil mana bu yerda kelgan qon tomirlarini kengaytirib beradi. Shuni hisobiga qon orqali yaxshi ozuqa keladi, yaxshi kislorod keladi va sochlarimiz yaxshi o'sadi. Bundan tashqari albatta sochda o'ziga xos buyruq beruvchi shunaqa signallar bo'ladi. O'sha signallarga ham ta'sir qilib, bularga tezroq o'sgin degan sochga signal berib turadi. Shuni hisobiga asta-sekin sochlar tiklanib boradi. Albatta minoxidilni o'ziga qo'llash etaplari bor. Aytaylik erkaklarda 7 ta etap, 7 ta darajasi bor. Tepakalikning ayollarda 3 ta darajasi bor. Albatta hammasini o'zini darajasiga qarab turib beriladi. Agar shifokor nazoratsiz qo'llanadigan bo'lsa, xalqimizda juda ham ko'p salbiy fikrlar borki, sochni to'kaveradi. Albatta shunday holatlarga olib keladi. Albatta minoxidil ishlatib to'xtatib qo'ysam, baribir sochim to'kilib ketadi-yu deyshadi. Albatta bu to'g'ri holat, lekin minoxidilni tepakalikni o'zi ham davomiy, ya'ni genga bog'liq bo'lgani uchun u doimiy davom etib turadi. Ya'ni genga ta'sir qilib, gen to'xtatib qo'ymaydi. Faqat gen ta'sir qilib sochni to'kadigan omilni yo'qotib turadi xolos. Shuni hisobiga sochlar o'sib turadi. Uni qachonki to'xtatsangiz, yana mana bu o'z joyini egallaydi va asta-sekin sochlar yana to'kilishni boshlaydi. Endi kelajakda ham qanaqadir dorilar haqida ma'lumotlar berildi, albatta internet ma'lumotlarida, aytaylik PP405 yoki Berezula, shunga o'xshash ma'lumotlar. Albatta ular ham tepakalikni 100% davolamaydi. Ularni ham doimiy yo surib yurish kerak bo'ladi, yo doimiy ichib yurish kerak bo'ladi. Shuni hisobiga sochlar doimiy o'sib turishi mumkin. U ham xuddi minoxidilga o'xshagan dorilar hisoblanadi. Bitta dori yo'qki, ichadi, bo'l to'xtatib qo'yadi degan dori hali umuman tadqiqotlarda ham yo'q. Albatta oxirgi etap bu soch ekishga taqaladi. Nima uchun soch ekilsa yaxshiroq? Sababi mana bu degidrotestosteron faqatgina tepa sohaga, ya'ni mana shu sohalargagina ta'sir qiladi xolos. Lekin yon va orqa tomonlarga ta'sir qilmaydi. Ba'zilarda yonlarga ta'sir qilishi mumkin, lekin orqa tomonga umuman ta'sir qilmaydi. Shuni hisobiga ham orqa sochlardan olib tepa sohaga ko'chirib o'tkaziladiki, bu sochlar umuman to'kilmaydi. Genda bo'lsa ham
hech qanaqa bir amaki tog'alarda kimdadir bo'lsa ham soch ko'chirib o'tkazilsa, ularda hech qanaqa soch to'kilmaydi. Ya'ni orqadagi sochlar tepa sohada doimiy yashab qoladi. Albatta kelajakda qanaqadir kasal bo'lmasa, u inson sochlari bir umrga qoladi. Tepakal insonlarga soch ko'chirib o'tkazishni taklif qilamiz. Nimagaki, hozir tushuntirib beraman. Degrad-testosteron gormonini tushuntirib o'tdim. Bunga nisbatan soch folikulasida sezuvchi hujayralari bor yuzasida. Aytaylik, boshni tepa sohasi va orqa sohasi bekorga tepakali deyilmaydi. Tepa va yondagi sochlar umuman to'kilmaydi. Tepa soha bo'lsa, butunlay to'kilib ketadi. Aynan tepa sohasidagi sochlarimizda sensor deylik, sensori bor. Juda ham ko'p sensori borki, mana bu gormonni juda ham yaxshi sezadi, yaxshi ko'rib qoladi shu gormonni va shunga reaksiya qilib, asta-sekin tukka o'xshab kichkinalashib boradi. Lekin boshni orqa sohasida bo'lsa, sezuvchi sensor hujayralari kam bo'ladi. Aytaylik, bunda 10 ta bor, bunda 2 ta bor. Albatta buni sezuvchanlik kuchli bo'ladi va shuni hisobiga reaksiya qilib bu sochlar asta-sekin kichkinalashib, tukka o'xshab boradi. Orqadagi sochlar bo'lsa, biz ildizi bilan ko'chirib o'tkazamizki, bularda o'sha sezadigan hujayralari kam bo'ladi. Shuning uchun butun umrga qoladi. Bu qonda aylanib yurgan taqdirda ham bunga nisbatan, bu gormonga nisbatan sezuvchanlik kam bo'ladi va ko'chirib o'tkazganda ham bu sochlar butun umrga qoladi. Shuning uchun ham tepakallik muammosi bilan kelgan insonlarni o'sha donor sohalarini tekshirib soch ekishni tavsiya qilamiz. Bugungi mavzuda tepakallik haqida to'liqroq tushuntirib berdim. Albatta bunda o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni oldingiz deb o'ylayman. Sizda yo qarindoshlaringizda bo'lsa, albatta bu videoni yuborib qo'ying va like ham bosib qo'ying. Soch bo'yicha har qanday kasallik, har qanday savol bo'lsa murojaat qilinglar, albatta yordam beraman.